O'zbekistonda yosh qizlarning bilim olishi, kasbiy malakasini oshirishi va yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli loyihalar mavjud. Ulardan biri Qizlar minbaridir. Bilim olish bilan birga yoshlarga o'z fikrini erkin, dadil va ishonch bilan ifodalash, yetakchilik ko'nikmalarini berib kelayotgan loyiha doirasida navbatdagi mahorat darsi o'tkazildi. Qizlar minbari loyihasi 14-30 yoshdagi qizlar va ayollar uy bekalarini bilim olishi, hunar o'rganishi va ijtimoiy faolligini oshirishni maqsad qilgan. 8 yillik tajribaga ega vizajist, tadbirkor, Madrid bitimidan o'tgan xalqaro brend asoschisi, Germaniyada ishlab chiqariluvchi shaxsiy kosmetik brendiga ega Muazzam Jo'rayeva Qizlar minbarining bu galgi spikeri. Loyiha haqida eshitganimda juda ham xursand bo'ldim. O'zbekistonda ayol va qizlarimizga yaratilayotgan shart-sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar o'zi asli juda ham cheksiz. Shulardan biri